Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugun biz yana uy bog'chamizni mebel bilan ta'minlaganmiz. Bularni sizlarga qisqacha obzor qilib berib o'tib ketaman. Xo'p, bu mebelimizda kiradi 6 kishilik stol stullarimiz. Turba ramaligidan, doskalari MDFdan bo'lgan juda ham eng baquvvat bo'lib turgan stellarimizdan. Qirrali joyintlari umuman yo'q, bolalarga shikast yetkazdirmaydi. Sifatlari juda ham zo'r. Eng baquvvat ishlarimizdan biri. Xo'p, keyingi ishlarimizdan biri hamda 3 etajli profil ramaligi karavotlarimiz. Bu karavotlarimiz 2 va 3-etaj chiqish uchun shotilari bor. Ushlab chiqish uchun qulayliklar qilingan. Juda ham zo'r, udobniy va 1-etaj bu yerdan kiradi. Bunimiz qulaylik tomonlari bu yoqdan havo aylanishlari hamda u yoqdan bemalol qaraganda u tomondagi bolalarni ham ko'rib kuzatsa bo'ladi. Bu ishlarimiz albatta zakaz bilan bemalol qo'ng'iroq qilib qo'shimcha ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yonimizda o'yinchoq shkafimiz joylangan. Har xil ranglardan kombinatsiya qilib tayyorlangan, xudo xolasa eng zo'r ishlardan biri uychalik stildagi o'yinchoq shkafimiz joylashgan. Kimgadir qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlarni qo'ng'iroq orqali olishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like tugmalarini bosishni unutmang. Xo'p, bu tomonimizda kiyim uchun shkaflarimiz joylashgan. 2 etajli shkaflarimiz. Xo'sh, har bir eshigida 2 tadan vishilkalari bor. Qulayliklar juda ham zo'r, xudo xolasa. Bu ishlarimizni zakaz bilan chiqadi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz berishingiz mumkin. Hammaga rahmat.